Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Do'stlar, oldin ham bir video chiqargandik. Alloh berganib Ergash og'amizni videosi. Ahvollari og'ir, oshqozon osti bezinda operatsiya bo'lgan. Xullas, ko'rgansizlar ko'pchiligingiz shu Alloh berganib Ergash og'amizga hozir ham yordam kerak ekan. Muhtoj ahvolda hozir dori o'qillarni umuman pul topolmay turibmiz deb turibdilar. Xullas, mana videolarni ham tashladilar. Shu video davomida ko'rib boraveramiz do'stlar. Nasib etsa, qo'ldan kelgancha bir yordam beraversak, Xudo xolasa ehsonni mukofoti ehson deydi Alloh taolo. Shuni hammamizga sinov qilib bergan bu dunyo hammamiz uchun sinov. Qo'ldan kelgancha shu Ergash og'amizga yordam beraversak, karta raqamlarini qo'yamiz ekrana shura do'stlar. Keyin telefon nomerlarini ham qo'yaman. Blogerlar bo'lsa, do'stlar, bloger donishlaringiz bo'lsa, shularga ham tashakkur qilsangiz iltimos. Shu Ergash og'amizning xabaridan xabar olib, shu sizlar ham videolarini chiqarsangiz deb so'roq qilaman do'stlar. Blogerlarga Shovotli bloger bo'lami, Xorazmli, farqi yo'q, O'zbekiston bo'yicha yordam beraversak. Masalan, biz ko'pchilikmiz Xudo xolasa. O'zbekistonning aholisi masalan 40 millionga yaqin. Har kim 1000 so'mdan tashanda ham necha so'm bo'lib ketadi. 5000 so'mdan tashlasak ham necha so'm, 10000 so'm bo'lsa necha so'm. Shunga moddiy yordam beraveradi do'stlar, Allohning yo'lida, Allohning roziligi uchun. Ham ro'za oyida ham yaxshi bo'ladi deb umiddaman. Siz video davomida videolarni ham ko'rib, o'zlaringiz xulosa chiqarib boraverasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Video davomida ko'rib boraveramiz. Yine bir yandan Sri Lanka'ya götürüp koydular. Her yandan 3 Sri Lanka, 6 Sri Lanka'ya götürüp koydular. Şimdi Sri Lanka'larını ağandan keyin yerin toxtamayatır. Şuna indi apparışımız gerek. Şimdi apparamayım dürtmüz. Akşam üye ek geldik. Şimdi adam yaxşı bulmadı. İltimas şu dolaşımıza yardım versenize. Mesela yatırandaki dermestege apardık. Son 25 günden keyin EPS buldu. Aşkızan astı bezinden pankreatif keserliki bolgan eken. Şuna indi yanına davalatışlarımız kalmadı. Ülkence arak aparışımız gerek. Şundan yemlik yaxşı bu mindurttu. Mablağımız bu mindurtuşunu aparmaka. İltimas yardım verseniz